Ventures loyihangizni biznesga aylantiradi. Aloqa bank g'oyalarga hayot beramiz. Assalomu alaykum. Sizlar bilan Abror Baxtiyarovich va bugun qaysi muammolarga yechim topamiz? Bugun qaysi loyihalarga investitsiya kiritamiz? Aynan shu narsani hal qilish uchun yig'ilganmiz. Sizlar bilan taqdimot ko'rsatuvi, taqdimot loyihasini bosh tashabbuskori Aloqa Bank, hamkorlarimiz Aloqa Ventures hamda Startup Garage va bizni investorlarimizga ham xush kelibsiz deymiz. Assalomu alaykum. Startuplarni chaqiramiz. Marhamat. Assalomu alaykum. Men ismim Isfandiyor. Yoshim 17 da. Logbit.ai startupining asoschisiman va hozirda men hamma vaqtimni shu startupga bag'ishlayapman. Bu startup o'z asosiy vazifasi kiberxavfsizlikni ta'minlash. 15 yoshimda, 16 yoshimda o'zi kiberxavfsizlik sohasida endi o'z faoliyatimni boshlayotganimda shunaqa bo'shliq ko'rdim. Keyin bu o'zimga ham katta minus bo'ldi. Shu hujum bo'lgan vaqtda men uni oldini olib qolamadim. Shundan keyin men shu startupga asos soldim. Ya'ni Logbit kiberxavfsizlikni ta'minlab beradi. Hozir shu institutda o'qiyman, Institut Cyber universitetida o'qiyman. Komandamizda 4 kishi bor. Ulardan shu CTO, ya'ni texnik direktor, marketing va boshqa yo'nalishlarga javob beradigan komandadoshlarimiz bor. Ularning yoshi hali yosh bo'lgan taqdirda ham biz o'z yo'nalishimizda mutaxassis specialistimiz deb ayta olamiz va startup sohasida ham hozir shu darajaga qarab ketmoqchimiz. Logbit.ai hozir taqdimot ko'rsatuvidan startup akseleratsiyasidan $100,000 investitsiya ko'tarmoqchi. Bu investitsiya bizga asosan kengayishimizga yordam beradi, ya'ni ko'proq klient, ko'proq foydalanuvchilar va Markaziy Osiyoni egallashga yordam beradi. Hozir shu taqdimot ko'rsatuviga chiqayotganimizdan maqsad shu investitsiya ko'tarmoqchimiz va biz ishonamizki, shu investorlarimizga bizning loyihamiz yoqadi. Chunki bu hozir eng global ravishda kengayib borayotgan soha kiberxavfsizlik. Biz shu investitsiya ko'targanimizdan keyin, jalb qilganimizdan keyin qisman bo'lsa ham O'zbekiston kiberxavfsizligiga hissa qo'shmoqchimiz. Agar shu taqdimot ko'rsatuvidan investitsiya ko'tarmagan, jalb qilmagan taqdirimizda ham bizga bu tekin reklama sifatida ancha katta yordam beradi. Avvalambor assalomu alaykum hammaga. Men ismim Isfandiyor. Logbit.ai startup asoschisiman. Tasavvur qiling, hammangizda ishlab chiqarish kompaniya mavjud va ishlab chiqarish kompaniyada bir kunda kiberxavfsizlik hodisasi yuz berdi, ya'ni tizimlar o'chdi va xakerlar hujumiga uchradi. AZNS bazalar, IT kompaniyaga tegishli bo'lgan server infratuzilmalar hamda ishlab chiqarish uchun mo'ljallangan robotlar ishdan chiqdi. Bunga sababni man olishimiz mumkin. Xakerlar aynan shu kuni kechasi hujum uyushtirishgan edi. 17 yoshda shunaqa katta muhim loyihalarga qo'l urish uchun nimalarni, qanday darsliklarni o'qish kerak, nimalarni o'rganish kerak? Bunaqa loyihalarga asos olish uchun yoshligidan odam o'zida qiziqish bo'lishi kerak. Va ko'pincha shu dasturlashdan boshlanadi. Odamda kompyuterga bo'lgan muhabbatdan boshlangan holda odam o'zini dasturlashga o'rgangandan keyin sekin-sekin shu loyihalarga qiziqish va qilib ko'rish niyati oshib boradi. Lekin sizda eng qiziqarli tomoni, hamma kiberxavfsizlik uchun javob beruvchi tizimlar mavjud edi. Buni bilgan xakerlar ham faqatgina bir nuqtadan emas, balkim bir nechta nuqtadan hujum qilishga kirishdi. Va sizning texnaringizga keladigan bo'lsak, texnar baribir inson omili qatnashganligi uchun statistika bo'yicha 208 kundan ortiq davrda buni aniqlab sizga rezultatini ko'rsatish mumkin. Lekin biz hozirda chatbot yaratganmiz, ya'ni bu 2.8 sekundga qisqartiradi. Nega Logbit.ai? Logbit.ai siz mutaxassisingiz, texnaringiz bo'lmagan taqdirda ham sizga aniq javoblarni aytishi mumkin. Lekin bu degani biz texnarlarni almashtirmoqchi emasmiz, balkim ularga osonlik yaratmoqchimiz. Hamda undagi chatbot va boshqa funksiyalar 208 kunlik davrni anchagina kamaytiradi. Biz e'tibor qaratmoqchi bo'lgan bozor MDH bozori 40 milliard dollar va uni egallamoqchi bo'lgan 4%imiz bizda $2 milliard teng. Kiberxavfsizlik rostdan ham bugungi kunda juda ham aktual mavzu, haqiqatan ham, lekin shu bilan birgalikda menimcha hozir aynan shu yo'nalish bilan shug'ullanayotgan yoshlar, insonlar ham ko'p. Va shuni so'ramoqchi edimki, bozorda sizlarning o'zi to'g'ridan-to'g'ri bir raqibinglar bormi? O'zbekiston bo'yicha o'ylash bo'yicha hali unaqa startaplar yoki loyihalar yo'lga qo'yilmagan, lekin global qaraydigan bo'lsak, unaqa kompaniyalar yetarlicha. Kompaniyalar yetarlicha, ammo startaplar yo'q. Yo'q. Aha, sizlar birinchi shu startapga O'zbekiston bo'yicha, o'zimning yo'nalish bo'yicha ayta birinchimiz. Zo'r, ko'ramiz uni. Logbit.ai eng asosiy funksiyalaridan biri, masalan, sizning tizimingizga kiberxavfsizlik hodisasi, ya'ni xakerlar hujumi bo'lgan taqdirda ham u ma'lumotlarni olib chiqib ketish davrida
ma'lumotlarga datchik va trekker o'rnatadi. Agardan hakkerlar tomonidan olib chiqib ketilganidan keyin u ochilganida hakkerlar o'z ma'lumotlarini fosh qilishadi, ya'ni ularni ushlash osonroq bo'ladi. Bizda bepuldan enterprise darajagacha planimiz mavjud. Pro planda biz 10 tagacha bo'lgan kompyuterlar uchun $299 narx baholaganmiz. Bizda 2,5 yillik plan hozirda 2026-yilning birinchi choragiga kelib bizda production ready va MVP darajasida produktimiz bor, hamda 2026-yilning 3-choragiga kelib biz 5 tadan ortiq B2B hamkorlarni qo'lga kiritmoqchimiz va 2028-yilning 3-choragiga kelib O'zbekistondagi eng yirik SOC centerni ochmoqchimiz va $500,000 yillik daromadga chiqmoqchimiz. Logbit AI'ning asoschilari CEO men Jo'ray Isfandiyor 3 yildan beri kiberxavfsizlik tajribaga egaman va 200 dan ortiq O'zbekiston saytlarini himoyasida qatnashganman va bizning co-founderimiz O'ktam aka Hamdamov kiberxavfsizlik markazida monitoring bo'lim boshlig'i 20 yildan ortiq kiber tahdidlarni monitoring qilish va unga qayta javob qaytarish yo'lida ishlaydilar va bizda CTO Jasur Ismatov unda ham 2 yildan ortiq kiberxavfsizlik tajribasi, 1 yildan ortiq dasturlash bo'yicha tajribaga ega va Abdulla Abdurazzoqov bizda advisorimiz global bozorga chiqish bo'yicha hamda go to market strategiyamizga yordam beradilar. Ular 3 dan ortiq exit ko'rsatganlar. Bizning dastlabki hamkorlarimiz Cyber University of Uzbekistan va AI Group bu hozirgi ikkita hamkorlarda biz pilot qilib bo'lganmiz va hozir ular bilan shartnoma ketyapti. Ya'ni o'sha qonuniy ravishda biz hamkor bo'lmoqchimiz. To'g'risini ayting, Jasur, endi baribir katta insonlar, investorlar bu yerda o'tiribdi va chiqishdan avval hech sansalar bo'ldimi? Kim shu sahnaga chiqadi, kim himoya qiladi loyihamiz degan bir suhbat bo'ldimi? Yoki boshidanoq shu Isfandiyor o'zi chiqib yaxshi gapira oladi degan bir qarorga keldinglarmi? Bu savol ancha oldindan beri bizdan qiyin edi, lekin jamoa bilan birlashgan holda Isfandiyor tanladik, chunki u unaqa hayajon kuzatilmaydi. Ravon va o'zini tuta bilish qobiliyati bor, shunga uni tanladik. Biz $800,000 miqdorida $100,000 investitsiya jalb qilmoqchimiz. Nega $800,000? Biz hozir MRRga ega bo'lmaganimiz uchun Berkus metodidan va boshqa ikkita metoddan foydalandik va ushbu metodlar ham faqat bir xil narx ko'rsatgani uchun $800,000 belgiladik. Undan 38% bizda mahsulotni rivojlantirish uchun, 27% bu savdo va marketing uchun hamda 25% infratuzilma, ya'ni AI klasterlarini ochish uchun va 10% bizda operatsion xizmatlar uchun. Hammaga rahmat, savollar bo'lsa tayyorman. Isfandiyor, yoshingiz nechida siz? Yoshmi? 2 oydan keyin 18 ga to'laman. 18 ga to'lmagan bola. Qoyil. Hamma yoshlar agar xohlasa shunaqa loyihalar qila oladi. Aynan sun'iy intellekt yordamida katta loyihalarni amalga oshira oladi deb ayta olasizmi? Albatta, chunki hozir 21-asrda sun'iy intellekt rivojlanib boryapti va kechagidan ko'ra hozir bunaqa loyihalar qilish ancha oson, chunki AI o'zi ham sizga shablon qilib beradi. Shablon bo'yicha loyihalarni realizatsiya qilish ancha oson hozirgi zamonda. Hozirgi paytda ma'lumotlarni xavfsizligi juda bir dolzarb masala bo'lib turibdi. Menimcha bu bilan hamma rozi bo'lsa kerak. Yechimga qanaqa savollaringiz bor? Isfandiyor, siz tushuntirdingiz, lekin bizga yaxshi tushunarli bo'lmadi. Yechimni oddiy o'z tilingizda tushuntiring. Masalan, case bilan yoki sizda buni bemor bilan jarrohga o'xshatsa bo'ladi. Masalan, jarroh, ya'ni biznes o'lim yoqasida bo'lsa va jarroh, ya'ni antivirus yoki shunga o'xshagan tizimlar uni oldida uni tuzatmoqchi, lekin anesteziolog, ya'ni WAV, firewallga o'xshagan tizimlar tashqari turibdi. Agar ular bitta joyga yig'ilishmasa, bemor, ya'ni biznes vafot etishi mumkin. Bu bilan nima demoqchiman? Agar hamma kiberxavfsizlik tizimlaringizni bitta joyga yig'masangiz, ya'ni ular bir-biri bilan bevosita gaplasha olmasa, hakkerlar bemalol o'tib ketib qolishi mumkin servergacha, tizimgacha. Isfandiyor hozir uddalayaptilarmi? Tushuntirib bera olyaptilarmi? Ochib bera olyaptilarmi mohiyatini loyihani yoki yo'qmi? Endi men o'ylashim bo'yicha qo'ldan kelgan tushuntiryapti, lekin investorlar kiberxavfsizlik bizga uchun hali unaqa ommalashmagan bo'lgani uchun sal tushunish qiyin bo'lyapti. Lekin o'rtog'imni Isfandiyorni qo'ldan aniq qilyapti tushuntirish. Tushunarli. Hakkerlar hujum qilayotganida sizlarni tiziminglarni aylanib o'ta olmaydimi? Yoki bo'lmasam sizlar hacker hujum qilayotganligi to'g'risida ma'lumot berasizlarmi? Ham to'xtatamiz, ham javob qaytaramiz. O'q o'tkazmaydigan qalqon yo'q. Qalqonimiz bor, boya aytib o'tganimdaki, ma'lumotlar olib chiqib ketilayotgan vaqtda agarda nimadir qilib ketilayotgan paytda o'tib ketilgan vaqtda o'tib ketadigan bo'lsa, datchik qo'yiladi va u datchik shu hakkerlarni ushlash uchun muammo bo'lmaydi. U faylni ochganidan keyin u haqidagi lokatsiya, telefon nomeri, kompyuter haqidagi ma'lumotlari sizni pochtangizga keladi va Interpolga bersangiz, topib berishadi agar global ravishda hakkerlar bo'lsa. ularni track qilasizlar, to'g'rimi? Sizlarniki B2B mi mo'ljal yo B2C mi? B2B. Nimaga so'rayotganim, B2B deganinglar bu o'sha biznesga bular yechim berishmoqchi. Shunaqa. Lekin biznesda katta risklar bor. Ya'ni summalar katta, o'tda yo'qotiladigan ma'lumotlarni
qiymati juda baland bo'ladi. O'sha juda katta mas'uliyatli ishga sal mana bu founderlik komandani sal tajribasi kamroq emasmikin degan menda xavotir bor. To'g'ri, o'shaning uchun ham narxi arzonda $300. Yo'q, $300 stoyimiz 800. Agar bu yerda hozir katta bo'lganda bu kamida bir oyiga $5000-$10000 bo'lar edi. $300 deyapsiz. Mas'uliyatli ish demoqchilar. $300 deyapsiz, lekin bular tanlagan segment B2B'da. B2B'da u katta bozor, ya'ni hozir bular agar men B2C ga biz ishlaymiz deganlarida $300 premiummi? Bitta ikkita частный misol uchun kompyuterlarning himoyasi uchun muammo emas. Xafa bo'lish yo'q. Men ochiq anaqa qilaman, tahlil qilish biznesda anchadan birimiz u. Bularga B2B kompaniyalar zakaz berishi yoki podключаться qilishi, ulanishi sal qiyinroq deb ko'raman. Bularga hozir o'zlari ham javob berildi. Meni ko'rishim bo'yicha bularga o'sha kiber xavfsizlikni ta'minlayotgan odamlar buyurtma beradi. Ya'ni shug'ullanayotgan odamlar. Yashang, endi ular juda tajribali odamlar-da. Ular bularni shogirdlikka olish mumkinmi deyman-da. Men ochig'i IT sohadan sal uzoqroqman, lekin qanaqadir darajada xabarim bor. O'shaning uchun bu soha mas'uliyati juda katta. Bularga qanchalik berarki, siz aytayotgan odamlar 15-20 yillik tajribali odamlar-da. Ularga shu narsani to'xtatib beradigan bitta platforma bu. To'g'ri aytyapmanmi? Yo'q, sal xato. O'zi kiber xavfsizlikda xodimlarni 20 yillik tajribasi bo'lsa ham, masalan, hakkerlar shum ko'taradi tizimda. Masalan, 1 millionta legalniy, ya'ni odatiy ko'rinadigan yozuvlarning ichiga o'z yozuvlarini qo'shib ketishadi. Buni 20 yil, 30 yil tajribasi bo'lgan odam ham analiz qilib chiqish uchun anchagina vaqt kerak bo'ladi. Lekin boya aytganimdek, bizda co-founderimizda ham 20 yildan ortiq tajriba bor bu yo'nalishda va boya bular aytganlaridagi hozirda dasturiy ta'minotni qilib chiqish uchun unaqa katta muammo emas sun'iy intellekt bilan. Planga keladigan bo'lsak, yozib o'tganimdagi $299 bu faqatgina SMBlar uchun, ya'ni 10 ta kompyutergacha. Enterprise darajada biz uni o'rnatishimizdan oldin audit qilamiz tizimlarni, keyin ularning riskiga keladigan tushumi, hakkerlarning motivatsiyasiga qarab narx belgilaymiz. Hamda u hammasi qonuniy ravishda yozilgan bo'ladi. Founder bilan co-founderni o'tda ulushini ham so'rasak bo'ladimi? Bo'ladi. Loyihadagi sizni va O'ktam akani misol uchun doля nima deb ulushlarini ayta olasiz? O'ktam akaniki 25% do'ladirlar. 75 sizda hozir. Mijozlaringiz kim? Mijozlarim asosiysi anaqa bizda davlat tashkilotlari hamda katta banklar va telekommunikatsiya tashkilotlari, chunki ularda risk har doim katta bo'ladi va bizning networkimizdagi eng yaqin odamlar ham shular. Globalda, dunyoda bunaqa startaplar milliardlab dollarlar investitsiya ko'taryapti va o'ylashim bo'yicha bizga ham o'zimizga bunaqa xavfsizlik tizimi kerak. Kelinglar, hozir hal qilamiz. Bu loyihaga investitsiya kiritamizmi yoki yo'q? 6 oy oldin uchrashgandim, adashmasam, o'sha paytda loyiha bor edi. Menimcha pivot qildilar, menimcha shunaqa bo'ldimi? Loyihalarni pivot qildilar. AI-lar aynan xavfsizlik bo'yicha o'zini modullarini chiqaryapti. Siz yaxshiroq bilasiz. Ular bilan qanaqa raqobatlasha olamiz? Va ustunligimiz nimada? Shu birinchisi, banklar yoki katta tashkilotlar baribir o'sha eng kuchli bo'lgan AI LLMlar, masalan, Cloud yoki shunga o'xshagan tizimlarda ma'lumotlari ularga borishni xohlamaydi. Birinchidan, ya'ni ular sizga lokal qo'yib bermaydi. Va undagi ma'lumotlarni biz o'zgartirishimiz mumkin. Masalan, kiber xavfsizlikda shunaqa tushuncha bor. AI poisoning, ya'ni sun'iy intellektni databazasini ishdan chiqarish yoki uni o'ylash rejimini o'zgartirish yoki gallyutsinatsiya holatiga olib kelish. Shu orqali hakkerlar o'tib ketib qolishi mumkin bundan. Har doim ustun bo'lamiz demoqchisiz, to'g'rimi? Ikkinchi savolingiz? Ikkinchi savolim, kelajakdagi rejalar, ya'ni sizlar qancha sotuvga erishasizlar va kompaniyani kimgadir exit qilish rejada bormi? Hozir 5 ta klient olganimizdan keyin 7 ta MSCP, ya'ni vendorlarga e'tiborimizni qaratamiz. Vendorlar, ya'ni outsource kompaniyalar, ularga biz hamkorlik taklif qilamiz, ya'ni biz ularga produktimizni beramiz va ular bizga klient olib kelib berishadi va o'rtada foiz olib qolishadi. Bu bilan biz klientlar bazasini oshirishimiz mumkin va 2028-yil 3-choragida biz $500,000 MRR gacha chiqmoqchimiz, Qozog'iston bozorini ham olganda. Nima qilamiz? Xudo. Bilaman. Siz tushunmagan narsangizga pul tikmaysiz. Yo'q. Birinchidan ko'rib juda ham xursand bo'ldim. Hali 18 yoshga to'lmagan, молодец, gap yo'q. Lekin bu yerda ikkita narsa bor. Birinchidan mana 6 oy oldin уже ko'rishgansizlar deb gapirdingiz. 6 oyda hali traction yo'q. Klientlar bo'lsin, pul kelsin. Undan keyin gaplashsa bo'ladi. Pul kelish uchun pul kerak bularga.
Bizdagi shu asosiy muammo investitsiya bo'lib turibdi. Keyin 6 oy deganda shu B2B business life cycle 3 oydan 6 oygacha bo'ladi. Shuning uchun bizda hozir boya o'tganimdek testli rejimda ishlatishyapti. Testli rejimdan muvaffaqiyatli o'tgandan keyin bitta gigant kompaniyaga pul boramiz. olmasanglar ham sizlar hozir test qila olasizlarmi? Test qilib olib keta olamiz, lekin progressimiz ancha sekin bo'lgani uchun hozirda investitsiya Sizlarga kerak. nimaga pul kerak o'zi? Bizga asosan Men ko'rdim hozir. serverlarga kerak, ya'ni infratuzilmaga kerak hamda marketingga kerak. Oylik xarajat qancha mo'ljalda? Oylik xarajat $4200 hisoblayapmiz, chunki eng asosiy Zararsizlik nuqtaylar 4200. eng muhim jihati bizda shu infratuzilma serverga ishlatish. Lekin agar shu kompaniyalar bizani o'zimizga lokalniy qo'yib berasan deyishsa, burn rateimiz ancha pasayadi. Nima qilamiz? Qutilarni nima qilamiz? Men seed roundgacha bir tractionni ko'raman. Ya'ni sal ishlashsin, qanaqa jarayon ketayotgani gapiradi. Tamilaxon aytganlaridek, hali traction yo'q. Risk qilmoqchi emassiz. Ya'ni yo'q, risk qilish uchun ham nimagadir asoslanish kerak-da, eshitmayapsizmi? Xo'p. Umuman traction bo'lmaganda ham qilishingiz mumkin. Xo'p. Lekin biza seed roundgacha sal kuzatishi. Nima sizni ishontira olmayapti bu yerda? Ishontirmayotgani traction yo'qligi birinchidan, ikkinchidan ikkitagina kompaniya bilan ishlashyapti va tajribaligi sal hali bor deb o'ylayman, lekin bu gapirmaydi chunki mana Zuckerbergni bilamiz, universitet bitirmasdan juda katta kompaniyalar yasadi. Men bularga omad tilayman albatta. O'shaning uchun bir 3 oy, 6 oylardan keyin bir yana tractionni ko'rsatsangiz, bir ko'raylik, biz investorga haqliliginglarni bir ko'rsatib berishinglar kerak deb o'ylayman. Investor sifatida hozir kirish juda ham vaqtli. Chunki biznes model hali shakllanmagan va arzon paytda kirib olgan yaxshi emasmi? yo'q, biznes modelni sizlar hozir tasdiqlangandan keyin kirishimiz kerak, chunki aytdim-ku, ekspertiza hali yo'q. Bu narsani to'liq tushunganimda balki kirardim. Bitta yo'li akseleratsiya yoki hackathonlarga ishtirok etish. Xolos aka. Biz ko'p afsuslanganmiz. Нам не привыкать. 30 ming bo'lsa ishinglar bitadimi? Bitadi. 30 ming bera oladimi Aloqa Ventures? Bizda endi 20 minggacha innovatsion yoshlar degani bor, yoshlarga beradigan. Bitta narsa qilsak bo'ladi, bitta shart bilan berishimiz mumkin. Aloqa bankka sotib bering, men sizga 50 ming beraman. Aloqa bankka? Aloqa bankda o'sha kiber xavfsizlik bo'yicha xodim bor. Ularga haqiqatdan siz aytibdi, shunaqa programma kerak. O'shanga borib siz ishontirib sotib bering, biz 50 ming dollar beramiz investitsiya. Bo'ladimi? Bo'ldi, rozimiz. Oching qutini. Ana birinchi quti ham ochildi. Tabriklaymiz Jasur. Sizni menimcha investorimiz haqiqatan ham loyihalarda juda bir katta foyda ko'rdilar, ya'ni ham xalqqa, ham biznesmen sifatida. Bu hozir birinchi quti bo'ldi siz uchun. Tabriklayman. Rahmat. Quti sizniki. Marhamat. 50 ming dollar. Shartli ravishda, lekin bor. Agar sota olsa, oching qutini, ko'rsating, ichida nima bor. Agar Aloqa bankka ushbu loyihani sota olsa, 50 ming dollar Aloqa Ventures tomonidan aynan sizlarga o'tiladi. Xursand emasmisiz? Xursandman. Turishingizni qarang, pasportga rasmga tushayotganga o'xshab. Omadinglarni bersin. Men sizlarga ishonaman, sizlar sotasizlar. Isfandiyor, tabriklaymiz. Mana 50 ming dollar, to'g'ri sizlar 100 ming dollar so'radinglar, lekin shunda ham investorlar ancha savollar berishdi, sizni qiynashdi, lekin baribir qaysidir ma'noda mana bitta investorimiz sizga ishonib 50 ming dollar men beraman dedilar. To'g'risini aytaman, bu yoshda bunaqa chiqib o'z loyihasini himoya qilib 50 ming dollar olib ketgan ishtirokchini hozir men bittada eslay olmadim. Rahmat. To'g'risini aytganda unchalik oson bo'lmadi. Bu darajagacha chiqish o'zi ham ancha qiyinchilik, mashaqqat. Lekin shu bizga ishonch bildirgan Aloqa Venturesga rahmat. Biz ularning ishonchini oqlashga harakat qilamiz va bu yo'nalishda to'xtamaslikka va'da beramiz. Lekin bugungi menimcha ko'rsatuvdagi ishtirokingizdan so'ng siz haqingizda ancha insonlar bilib oldi. Biz esa sizga omad tilaymiz, zo'r loyiha va o'ylaymizki, bu loyihaning kelajagi hali porloq. Rahmat. 18 yoshar yigit shunaqa katta ishlar qilayotganini endi bilmayman. Men o'zim vaqtimni nimaga sarflaganman yoshligimda deb qolaman deb bir xilda. Azizlar, biz davom etamiz. Keyingi startap, marhamat. Assalomu alaykum. Ismim Abdulazim Rasulov, Event.uz asoschisiman. Jamoamiz bilan talabalar uchun ish topishga oson bo'ladigan platforma yaratyapmiz. IT yo'nalishiga keladigan bo'lsak, yoshlikdan qiziqqanman, lekin iqtisod yo'nalishi bo'yicha ketganman. Universitetda iqtisodda o'qiganman va jamoam bilan lekin baribir startap yo'nalishi bo'yicha ketishni o'yladik. O'zim ham talaba bo'lganimda
10 tadan ko'p musobaqada bir yil o'zida qatnashganman, musobaqalar yutganman, lekin boshqa talabalar mendan so'rab yurishgan. Qayerdan shuncha musobaqa topasan, qanaqa qilib qatnashasan, qanaqa qilib senga shuncha ish takliflari keladi degan savol berishgan. Nimaga biza hamma tadbirlarni talabalarga o'tkazadigan bitta platformaga yig'maymizda, studentlarni datasini yig'ib, studentlarning reytingini tuzib, ish beruvchilarga bermaymiz va shu g'oyani ustida hozir ishlayapmiz. Bolaligimdan IT sohasiga qiziqishim bo'lgan va bir nechta boshqa sohalarga ham, masalan, iqtisod, moliya, shu HTML, CSS, Python degandek o'zim o'rganganman. 9-10 yoshlarimda o'zim tanishlarim bo'lgan, o'rgatgan, yordam bergan, lekin baribir universitetda iqtisod yo'nalishidan ketganman. Proyektimizda hozir shunda bir nechta funksiyasi mavjud emas. Hozircha investitsiya bizga bu funksiyalarni tezroq razraботkadan o'tkazish uchun kerak. Taqdimot ko'rsatuvidan asosiy kutayotgan narsamiz bu reklama va albatta investitsiya. Reklama talabalar bizni tanib olishi uchun, platformaga kirib ko'rishi uchun va investitsiya bozorni tezroq qamrab olish uchun, tezroq egallab olish uchun. Investitsiya olmasak hech qisi yo'q. Chunki biz uchun bu tajriba bo'ladi, lekin investitsiya olsak bu bizani tezroq yurishimizga katta yordam beradi. O'ylaymanki, bizning proyekt investorlarni qiziqtiradi. Event.uz talabalar uchun tadbirlar, tarmoq qurish va ish topish markazi. Muammolarga keladigan bo'lsak, 59% universitet bitiruvchilari ishsiz. 32% universitetdagi karyer sentrlar umuman ishlatilmaydi va 64% firmalar ko'nikma asosida ishga qabul qiladi. Bu degani talabalar osonlikcha ish topa olmaydi, universitetlar talabalarga osonlikcha yordam bera olmaydi va firmalar yosh talantlarni topishga qiynaladi. Biz bu muammolarni yechadigan yagona platforma yaratamiz. Bu platformada talabalar qatnashgan tadbirlar, qiziqishlari, musobaqalarda qatnashgan va olgan tavsiyanomalarga qarab, qobiliyatlari, o'qigan kurslari va olgan baholarga qarab, bilimlari yagona bitta tasdiqlangan profilga aylanadi va bu datani biz bitta ekotizimga o'tkazamiz. Bu ekotizimda talabalar o'ziga moslashgan tadbirlar, tanishlar va ish topishadi. Firmalar yosh talantlarni tez topish imkoniyatini oladi va universitetlar talabalarni data bilan tez ish topishga yordam beradi. Taqdimot ko'rsatuvidan avval ham investorlarni oldiga chiqib, xuddi shunday bir loyihangizni himoya qilganmisiz? Bo'lganmi shunday jarayon yoki bu birinchi marotabami? Yo'q, bunisi birinchi marotaba. Shu yanvar boshidan ishlab kelib, test rejimida ko'rdik. Toshda startap garajiga kelib, shu taqdimotga chiqib, o'zini proyektini ko'rsatsa bo'ladi. Bu birinchi marta proyektimni ko'rsatamiz. Nega hozir degan savol. Biz bozorda yangi trend aniqladik. Oldinga Hiring 1.0 yoki 1.0 tanish bo'lish orqali ishga kirish. Hozirgi Headhunter, LinkedIn va Handshake orqali Hiring 2.0, ya'ni ilovalar orqali yosh talantlarni aniqlash. Lekin yaqinda paydo bo'lgan yangi trend musobaqalar va tadbirlar o'tkazib, yosh talantlarni aniqlashdir. Ko'rishingiz mumkin. Hiring 3.0 boom darajasida bozor eksponensial tarzda oshib bormoqda. Bozor narxiga keladigan bo'lsak, 1.1 million O'zbekistonda va 190 million MDHda. Raqobatchilarga qaraganda faqat biz karyeraga yo'nalgan va faoliyatga asoslangan platformamiz. Biznes modelimiz B2B SaaS ta'lim muassasalari uchun hamda firmalar uchun va studentlar uchun premium model. Roadmapga keladigan bo'lsak, hozir universitetlarda beta test o'tkazmoqchimiz va kelajakda to maktabdan boshlab talaba ishga kirguncha hammasini qoplamoqchimiz. Hozir sizdan pre-seed raundida $50,000 so'rayapmiz. Test qilish uchun va KPI 8,000 MRR ga yetish uchun. Jamoamizda Mirzo Ulug'bek Rustamov va Bahronboy Botirboyev. Jamoamiz bilan 1 yillik ichida 10 tadan ko'p IT, iqtisodiyot va biznes musobaqalarini yutganmiz. Musobaqalardan keyin 6 ta ish taklif qilishgan. Biz bozorni bilamiz va uni egallashga tayyormiz.
Rahmat. Ajoyib pitch. Qisqa, tushunarli, lo'nda. Nima savolimiz bor? Biznes model qanaqa? Sizlar tadbirlarni tashkil qilasizlar, ish beruvchiga imkoniyat berasizlar, ishchi topishni. Bo'lgan tadbirlarni biz bitta joyga yig'amiz. Tadbirlar bizning platformadan o'tadi. Keyin qatnashgan talabalar o'zida reytingi tuziladi. Reytingi ish beruvchilarga beriladi. O'ziga kerakli narsa, masalan, CFA sertifikatmi yoki ACCA mi yoki IELTS mi yoki qolgan sertifikatlarga qarab yoki opit работаga qarab, shunga qarab talabalar tanlab olinadi firmalar orqali. Xo'p, biznes model. Biznes model B2B SaaS bizda universitetlar uchun va firmalar uchun. Firmalar oyiga to'laydi va universitetlar semestrga yoki yilga to'laydi. Demak, tadbir o'tkazasizlar, bir filtr qo'yasizlar, hammani shu filtrdan o'tkazasizlar, o'quvchilarni, talabalarni va ularni reytinglarini qo'yasizlar. Ya'ni big data yig'asizlar. Va shunaqa. Va reytingga joylab, keyin sizlardan talab qilgan korxonalarga o'shani berib, o'tdan kadrlarni yetkazib berishni niyat qilgansizlar. To'g'rimi? Shunaqa. Talab bunga katta. Biz o'zimiz ham musobaqada qatnashganimizdan keyin ko'p tadbir qilganlar, masalan, Markaziy bankmi yoki boshqa katta firmalar bizga har doim aytishardi. Sizlarga o'xshagan studentlarni qatdan topsak bo'ladi. Aktivniy odamlarni. Va yoki talabalar bizdan ko'p so'rashadi. Sizlar tadbirlarda qatnashasizlar, sizlarni ishga chaqirishadi. Uni qatdan topsak bo'ladi. Shunga biz bitta ekotizim yaratamiz. Qanaqa qilib siz ularni o'sha 500 ta odamni reyting qila olasiz? Ham tadbir, ham musobaqalar. Masalan, IT tadbirida qatnashgan bo'lsam, menga определенный point beriladi. Ha, shu studentda shunaqa interesi bor ekan deb. Agar musobaqada qatnashgan bo'lsa, ko'proq point beriladi o'rniga qarab. Shundan reyting tuzilib chiqadi va universitetda LMSlarga integratsiya qilmoqchimiz. O'qigan kurslariga qarab va baholarga qarab ham reyting tuziladi. Masalan, Akfa Medline'ga xodim olmoqchi bo'lsa, bularning tadbirlaridan o'tkazilgan ya'ni o'sha soha bo'yicha tadbirlar bo'lish kerak-da. Endi bular hamma korxonani ehtiyojini qondirish uchun hamma soha bo'yicha tadbir o'tkazish kerak. Bu juda og'ir ishda. Juda. Fokus juda anaqa yoyilgan bo'ladi deb o'ylayman. Sizlar tadbir o'tkazmaysizlar, to'g'rimi? Biz tadbirni o'tkazmaymiz. Joyga yig'asizlar. Biz tadbirni bitta joyga yig'amiz. Tadbirlarni marketplace-ga o'xshagan narsa. Tadbir marketplace desa bo'ladi. Tadbirlarda biz rekomendatsiya berishimiz mumkin. Agar bunaqasi yaxshiroq bo'ladi, reyting qilishimiz osonroq bo'ladi. Mana shu yashang, mana A tochkadan o'sha Y tochkaga bitta qisqa qilib ayting. Misol uchun Markaziy bank nimadir tadbir o'tkazadi, deyapsiz. Tushunishimcha. Sizlar o'tdagi chisti ma'lumotlarni yig'ib, baza sozdat qilish bilan shug'ullanasizlar, tadbir o'tkazmaysizlar. Da, shunaqa. Ya'ni hamma marafonlar bo'ladi, boshqa bo'ladi, hammasidan ma'lumot yig'uvchi va ma'lumot beruvchi bo'lib. Ma'lumotni sotasizlar, qo'pol aytgan, to'g'rimi? Shunaqa desa bo'ladi. Unda boshqa gap. Agar tadbirlarni o'zingizlar o'tkazsanglar, u juda bu katta anaqa bo'lib ketib qoladi. To'g'ri aytasiz. Ya'ni tadbirlar natijalarini bular sifrovizatsiya qilish bilan shug'ullanishadi. Da. 50 ming yomon loyiha emas, yaxshi loyiha. 50 mingdan necha foizga so'rayapsizlar hozir? 8%. Qancha bo'ladi shunda bahosi? 625 ming. 625 ming bahoda. Loyiha test rejimida. Loyiha test rejimida. Biz faqat test qimirlashimiz uchun bizga pul kerak bo'ladi. Traction bormi? Traction bo'ladi. Yo'q, hali bir tadbirlarni bazaga hali ma'lumotlar yig'mayapsizlar, hali boshlamadinglar. Tadbirlarni yig'yapmiz, lekin oldin universitetlarning talabalarini kiritmoqchimiz. Platformaga kirish uchun, чтобы universitetda bo'layotgan hamma tadbirlarni studentlar через bizning platforma ishlatdi. Shunga oldin universitetlarga boryapmiz. Har bir universitetda podключенияsi bilan shug'ullanyapsizlar. Ha, hozir shunaqa. U endi qarang, universitetda bir 20% yo 30% talaba aktiv bo'lishi mumkin-da. Qolganligi qiziq bo'lmasligi mumkin. Marafonda yugurish yo boshqa-da. Da, to'g'ri. Naborot o'sha imенно tadbir bo'layotgan joyda ma'lumot yig'ishinglar to'g'ri bo'lmasmikin, deyapman. Imенно aktivniy odamlar deyapman-da. To'g'ri. Hozir universitetdan ma'lumot olsanglar, kerak emas ma'lumot ko'payib ketib qoladi deb o'ylayman. Tushunasiz-a? Mana har sizlarning eng zo'r anaqanglar event o'tkazadigan tashkilotlar bilan uzviy bog'lanib, qayerda qachon nima tadbir bo'lyapti, bazani beringlar deb to'plashinglar mumkin. Va ular sizlarga qanchalik bazani ochib beradi degan masala ham bor. Переговор masalasi borda u yerda. Demak, hali bir tadbirlardan ma'lumot yig'madinglar. Tadbirlardan yig'mayapmiz, studentlarni yig'amiz. Bazasini yig'yapsizlar, lekin hali ma'lumotlar bazani hech kimga taqdim qilmadinglar. Yo'q. Hali MVP yo'q. Ya'ni o'sha raund urovenda. Ko'nikmalarni gapirdingiz, ko'nikmalarni qanaqadir ham baholash yo'linglar bormi? Chunki bu narsaga talab bor.
o'quvchilarga ish kerak, ish beradiganlarga yaxshi o'quvchilar kerak va albatta ular nafaqatgina bilimga, balki hozir ko'nikmalarga, soft skills, meta skillslarga qaraydi. O'shani yozdik. Uni bilan qanaqadir ishlaysizlarmi, nimadir bormi u tarafda? Hozir HRlar bilan gaplashyapmiz. HRlar aytgan narsa, bizni ko'p qaraydigan narsa bu experience, oldingi experience va o'zining intereslari va sertifikatlar. Hozircha shuni yig'yapmiz. Endi dальше gaplashganga sari biz yana yig'amiz narsa. Tayyorxon Nodirov, nimadir savollaringiz bormi? Yozyapsiz, boydan yozyapsiz, savollaringiz ko'payib ketdi. Buni kelajagini ko'ra olmayapman. Birinchidan mayli obuna to'lashadi, boshqa qilishadi. LTV juda ham past bo'ladi, chunki o'rtacha necha bir oydan 6 oygacha ish qidirishadi studentlar. Bo'ldi. Tadbir qilib, tadbirdan keyin ularni baholab saralash, bunaqa modelni ko'rmaganman dunyoda. Bilmayman. Agar bo'lsa, aytib bering, qanaqa rivojlanish qanaqa bo'lgan keyinchalik? Qayerda bo'lgan, qaysi davlatda va keyinchalik nima bo'lgan ular bilan? Bizga eng yaqin model bu Handshake, Amerika kompaniyasi. Ular yaqinda tadbirlarni o'tkazishni boshladi, chunki ular biz tushunishimiz bo'yicha trend ko'rdi. Lekin Amerikadan tashqari, Britaniyadan tashqari boshqa joyga hali kirishgani yo'q. Bizning niyatimiz ham bularga exit qilish. Yagona exit qiladigan yo'l. U ham Amerikada, u ham esa qiyin juda. Agar bularni modeli agar rostdan ham yaxshi ishlaydigan bo'lsa, boshqa Headhunterga o'xshagan platformalarga ham exit qilish mumkin. Buni o'sha tadbir o'tkazadigan partnyorlarni topib, ular bilan birgalikda biznes sifatida ishlasa bo'ladi. Lekin misol uchun mana IT Park misol uchun yoki bo'lmasam akseleratsiya qiladigan bolalar, kompaniyalar shunaqalarni ham podключать qilsa, bular ko'proq o'sha headhunter, studentlar uchun headhunter bo'lishlari mumkin. Mana shu faqat bitta nishani olib, faqat shu yo'nalishda ishlasa bo'ladi. Lekin eventlar bu alohida side project bo'lishi mumkin. Keyin LTV to'g'risida gapirdingiz-ku, pulni talabalar to'lamaydi-da. Pulni kompaniya organizatorlar. Kompaniyaga doimiy ravishda oqim kerak. Endi qarang, mana shu gapingizga, masalan, bitta kompaniyaga xodim qarayotganda tadbirlarda aktiv qatnashish darajasi bir 20% ga rol o'ynaydimi deyman, 80% u boshqa yana xarakteristikalarga qaraydi. Agar bular qilib berayotgan ish bir 70-80% anketasini to'ldirib beradigan daraja bo'lganda katta, lekin bir 15-20% uzoq ko'ryapman bu yerda. Biz tadbirda aktiv qatnashganligiga qarab olmaymiz. Masalan, reytingi shunga qarab qo'yishadi. Yo'q, mana masalan, menga kiber himoya bo'yicha mutaxassis kerak. Men ko'chadan qidirmayman-da. Men kiber himoya bo'yicha bitta tanlov e'lon qilaman. Hamma kiber himoyachilar kimlarni tanisam hammasini chaqiraman-da. Bitta konkurs o'tkazaman. O'sha konkursda yutganini keyin men ishga olaman. Yashang, u tadbirni o'tkazayotgan odam birinchi o'sha qaymog'ini oladi, qo'pol qilib aytganda. Ya'ni misolchi kiber bo'yicha mana IT Park tadbir o'tkazdi. Bazasidan o'ziga kerak kadrlarni birinchi o'zi tortib oladi. Bularga berishi, keyin berish mumkinmi? To'g'ri. Bu ikkinchi masala, lekin qaymog'ini u oladi deganda u hozir bu yerda yagona-da. Bular nima beryapti? Kelayotgan o'sha yutgan odamga alternativali beryapti. Ya'ni mana senda IT Park bor, mana Aloqa bank bor, mana yana Abror Baxtiyorich kompaniyasi bor, mana Nexus Capital bor. Yashang. To'g'ri. Faqat anu gap bor-ku, ruslarda pul to'lagan muzika tanlaydi deydi-ku. Ya'ni ular tadbirga xarajat qilib bosh qilgandan keyin o'sha bo'lishga qanchalik ular bularning mahoratiga bog'liq. Qanchalik bular kira oladi yoki kira olmaydi. Qanchalik ular bularni kiritishadi degan masala. Shunaqa. Xo'ja. Bu yengillik bu bozorda. Buni kuzatish qiziq. Yangi trend. Nima deb o'ylaysiz? Abduazim loyihani to'liq mohiyatini tushuntirib bera oldilarmi, yetkazib bera oldilarmi yoki qandaydir kamchiliklar ko'rdingizmi? Chunki baribir u loyihani tushuntirib berishga ham ko'p narsa bog'liq. Menimcha Abduazim to'liq tushuntirib berdi. Balki hozir ichingizdan o'tayotgandir, agar men chiqqanimda yaxshiroq tushuntirib bergan bo'lardim degan fikrlar. Founder sifatida proyektni mendan ham yaxshiroq tushunadi, finans tarafdan ham yaxshi tushunganligi uchun to'liq tushuntirib bera oldi. To'liq tushuntirib berdilar deb o'ylayman. Suhrob aka. Menda deyarli savol yo'q, faqat bitta savol. AI qo'shasizlarmi? Boyagi ma'lumotlar ko'paygandan keyin tavsiya qiladigan, chunki AI siz buni qilib bo'lmaydi baribir. Planda AI qo'shish bor, iyulda tadbirlar ko'paygandan keyin.
Hamma savollarga javob olgan bo'lsak, unda kelinglar, hal qilamiz. Bu loyihaga investitsiya kiritamiz yoki yo'q. Hech xarajat qildinglarmi shu paytgacha? Xarajat o'zimizdan tushunchadan bor ekan. Bitta qancha xarajat qildinglar shu paytgacha? Shu paytgacha $1000 atrofida. $1000. Endi har oy qancha xarajat qilmoqchisizlar kelajakda? $3900. $4000 oyiga xarajat qilmoqchisizlar o'sish uchun. Da. Bu trend faqat biz ko'rmadik. Bu trendni boshqalar ham ko'ryapti. Biz tez rynokka kirib olish uchun investitsiya so'raymiz. Egallab olish maqsadi bor. Bitta отпускаga chiqib keladigan 10 mingliklarni misol uchun hozir shunday ataborsanglar ham 40 ming yig'ib qo'yamiz hozir. Agar muammo Bizga ham kerak deydi. Otpuskasiz ishlamaymiz. Eng muhimida biz o'zimizning produktimizga ishonamiz. Agar ishonchda bo'lsa, muammo KPI based ishlashga tayyormiz. Shu seed roundlarga qachon chiqishi ko'ryapsizlar? 12 oyda. 12 oydan. Endi sal traction kerak-da bizga. Men o'zimizni klubimizni anaqasida aytadiganmiz, bizga sal traction bo'lsa, nimadir bundoq o'lcha olamizda, tushunasizmi? Boyaga aytgandek bir o'lchashga bir baza bo'lmasa, qiyinroq, kod в mishkega sal qiyinroq deb o'ylayman. Okey, tushundik. IT Park Ventures kira olasizlarmi? O'tkazilayotgan akseleratsiyada ishtirok eting, faol. Bittasiga istalganingizda, o'shandan keyin gaplashamiz. O'shandan keyin o'sha akseleratsiya o'tkazgan mentorlardan ulardan feedback olamiz. Siz haqingizda fikr va proyekt haqida shunga qarab ish tutamiz. Xo'p bo'ladi. Tushunarli, hozir yo'q. Hozircha yo'q. Aloqa Ventures Biz ham hozir pul bera olmaymiz. To'g'risi loyiha xom va savollar ko'p juda ham. Aslida mana loyihani kelajagi bo'yicha men bahol olmadim to'g'risi loyihani. Trend ko'ra olmayapsizmi? Yo'q, ko'ra olmayman kerak. hozir pul bermayman. Nimaga? Chunki birinchidan bundoq olib qarasangiz, siz bozoringizni ko'rsatdingiz, 1 million deb aytyapsiz. Unaqa bu katta pul emas. Уже hozir o'zida o'zinglarni 625 mingga baholayapsizlar. Hali hech qanaqa traction yo'q, hali hech narsa yo'q. Bu yerda juda ham nima deydi, savollar ko'p, g'oya zo'r, g'oya yangicha, boshqacha, o'zgacha. Xursand bo'ldim boshida ko'rganimda, lekin uni o'sha masshtabizatsiya qilishni ko'rolmayman. Bizga startap nima kerak? Masshtab kerak. Nachora? 1 million. Nima deymiz? Afsus deymiz. Lekin omad tilaymiz, juda ham ko'p omad tilaymiz. Yoshingiz nechida hozir? 21. 21. Biznes modelida menimcha ozgina pivot qiladigan joyi bor. Nishani zo'r topgansizlar, lekin o'sha biznes model ishontira olmayapti hozir. Kelajak ko'rish olmayapti. Buning ustida ishlash uchun menimcha sizlarga zo'r mentorlar kerak va akseleratsiya sizlarga menimcha zo'r yechim bo'ladi. Bilmadim, balki 1 oydan keyin, balki 2 oydan keyin yoki 3 oydan keyin yana shu yerda kutamiz. Boshqa ishontira oladigan biznes model yoki bo'lmasam tractionlar bilan. Xo'p, kelishdikmi? Rahmat sizga. Rahmat. To'g'ri, bugun investorlardan pul ola olmadingiz, lekin shunga qaramasdan menimcha barchani, faqat investorlarni, balki o'tirgan mehmonlarni ham e'tiboriga tushdingiz, to'g'rimi? Kayfiyatingiz qanday? Kayfiyatim yaxshi. Unda investitsiya olamiz deb o'ylamagandik, chunki traction. Demak, umid ham bo'lmadi investitsiya olishga. Yo'q, umid har doim bo'ladi. Lekin verayatность deb aytamiz, verayatность pastligini tushunib turdik. G'oya ham yaxshi. Bozorda trend ko'rganmiz, lekin traction hali yo'q. Yaqin orada boshlaganmiz bu proyektni qilishni. 1-2 oydan keyin traction bo'lsa, yana Aloqa Venturesga, IT Park Venturesga chiqamiz. Balki taqdimotga yana bir bor kelarsiz. Endi taqdimot yarim yilda bo'lishi mumkin, 1 yilda bo'lishi mumkin. Biz bozorga emas. Bozorga tezroq chiqishimiz kerak, lekin narxi boshqacha bo'ladi. Qimmatroq bo'ladi. Albatta. Demak, hurmatli investorlar, bizni ko'rayotgan bo'lsangiz, qo'rqityaptilar, narxi ancha qimmat bo'lar ekan. Bugun siz bu imkoniyatni qo'ldan boy berishingiz kerak emasdi, dedilar. To'g'rimi? Shunday demoqchi bo'ldingiz? Shunchaki men sizni so'zlaringizni o'zim aytib qo'ydim. Ichingizdagi gaplarni, to'g'rimi? Yo'q, jamincha oshirib yubordingiz. Oshirib yubordim. Mayli, nima bo'lganda ham sizga omad tilab qolamiz. O'ylaymizki, loyihangizni kelajagi hali juda ham porloq va yaqin kunlarda biz sizning loyihangiz haqida katta yangi yutuqlarni eshitamiz. Rahmat. Ba'zida bizning yechimimiz odamlarga yoqadi, ba'zida yoqmaydi.
Kim bilsin, balki bu loyiha ham qachondir dunyo miqyosida katta loyihaga aylanib ketar, balki shu joyda oxirgi marta ko'rilgan loyihalardan biri bo'lar. U narsani biz bilmaymiz, kuzatishda davom etamiz. Sizlar bilan Abror Baxtiyorovich bo'ldi. Taqdimot loyihasi edi. Bu loyihani tashabbuskori Aloqa Bank, hamkorlarimiz Aloqa Ventures hamda Startup Garage. Sizlar bilan keyingi ko'rsatuvlarda ko'rishguncha, xayr. Aloqa Ventures loyihangizni biznesga aylantiradi. Aloqa Bank g'oyalarga hayot beramiz.